Trampning uzoq kutilgan Pekinga tashrifi yakunlandi. Quyida esa tashrifdan siz bilishingiz kerak bo'lgan nuqtalar. Bu davlat tashrifi Trampning 2017-yildan beri Xitoyga birinchi tashrifi va Si Zinpin bilan Tramp Oq uyga qaytganidan beri birinchi yuzma-yuz uchrashuvi edi. Tashrif dastlab aprel oyida Pekinda o'tkazilishi rejalashtirilgandi, ammo Eron bilan davom etayotgan urush tufayli Trampning rasmiy tashrifi 2026-yil 12-15 may kunlariga qoldirilgandi. AQSh prezidenti Trampning bu tashrifi siyosiydan ko'ra ko'proq iqtisodiy safardek ko'rindi. Chunki Tramp o'zi bilan nafaqat AQSh rasmiylari, balki Amerika biznesidagi eng yirik Tesla, Nvidia, Apple, Boeing, BlackRock va boshqa bir necha trillion dollarlik qiymatga ega bo'lgan korporatsiya rahbarlarini ham olib kelgan. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi kayfiyat esa sezilarli darajada iliq edi. Bu savdo, texnologiya va inson huquqlari bo'yicha yillar davomida davom etgan keskinlikdan tubdan farq qildi. Ikkala tomon ham strategik barqarorlikning konstruktiv munosabatlari deb atagan narsani Pekinning so'zlariga ko'ra keyingi 3 yil va undan keyingi munosabatlarga yo'naltiruvchi asosni yaratishga kelishib olishgan. Si Zinpin Xitoyning dunyoga eshigi faqat kengroq ochiladi deb Xitoyning ishlab chiqarish va eksport salohiyatiga urg'u berib o'tgan. Savdo bo'yicha ikkala tomon ham Amerika biznesining Xitoyga kirishini kengaytirish va Xitoyning AQSh sanoatiga investitsiyalarni ko'paytirish masalalarini muhokama qilishgan. Tramp muzokaralarni ajoyib deb ataganiga qaramay, ketishdan oldin hech qanday yirik bitimlar rasman imzolanmagan. Tahlilchilar 2017-yilda bo'lib o'tgan sammitda ham shunga o'xshash 250 milliard dollarlik bitimlar e'lon qilingani, ammo ularning deyarli hech biri amalga oshmaganini eslatishgan. AQSh va Eron ziddiyati fonida Eron ham tomonlarning asosiy e'tibor markazida bo'lgan. Ikkala rahbar ham Eron yadroviy qurolga egalik qilmasligi hamda Hormuz bo'g'ozi qaytadan ochilgan holatda energiya barqarorligini ta'minlash haqida yakdil fikr bildirishgan. Undan tashqari Xitoy Washingtonning asosiy talabi bo'lgan Eronga qurol yubormaslikka ham va'da bergani aytiladi. Yana bir muhim qadam sifatida esa Yaqin Sharqdagi keskinlik fonida davom etayotgan energiya tanqisligi sababli Xitoy ko'proq Amerika neftini sotib olishga qiziqish bildirgan. Ammo butun sammitning eng keskin lahzasi sifatida Xitoy raisining Tayvan masalasiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilganida bo'lgan. U AQSh-Xitoy munosabatlaridagi eng muhim masala deb atab, bu masalaga AQShning aralashuvi qarama-qarshiliklar va hattoki to'qnashuvlarga sabab bo'lishidan ogohlantirgan. AQSh prezidenti na Tayvan va na Uyg'uriston muammolariga qaratilgan hech qanday fikr bildirmagan. Aksincha, Trampga jurnalistlar tomonidan Tayvanga aloqador savol qayta-qayta 3 marotaba berilganiga qaramay, Tramp javob bermagani ko'ringan. Tramp Si Zinpinni ajoyib yetakchi deb atagan va bu kabi talqin uchun uni tanqid qilishlari mumkinligini ham aytib o'tgan. Sammitdan qaytgandan so'ng Fox News'ga bergan intervyusida Tramp Xitoy tomoni Amerika Qo'shma Shtatlarining Boeing kompaniyasidan 200 ta samolyot sotib olishi haqida e'lon qilgan. Xullas, uzoq kutilgan sammit iliq ohangda, katta va'dalar, tarixiy uchrashuvlarga boy bo'lgan bo'lsa-da, lekin amaliy imzolangan bitimlar bo'lmagan. Ma'lumotlarni doimo aql tarozisida fikr qilib tekshirishni va ayni shu asosida xulosa qilishni unutmang.